Do'stlar, mana bugun Fransiyada biz hozirroq reportaj olib boraman. Mana bizning firma, mana bu. Mana shu bizning firma bor mana. Yonimda mana qo'shnim ham kelgan ekan, shunda yoniga qo'ydim-da men buni. Mashinani. Mana bunisi bizning mashina mana. Bunisi to'lam bizniki. Bunisi pustoy kelib turgan ekan, yonidan kelib men qo'ydim. Fransiyadan Ispaniyaga o'tadigan yo'l. Ertalab mana 2025-yil 23-may bo'lsa kerak. Mana bu menman. Hozirroq reportaj olib boraman. Mana ertalab turdik mana stankada. Shanba bozor yurmaydi furalar. Aslan bozor kuni yurmaydi furalar. Endi mana bu tentovkalar yurmaydi-da mana bunaqa. Lekin xaladelnikda yuradi, ular xaladelnikda yuradi. Xullas, mana ertalab turdik. Mana bugun bozor kuni. Mana bizniki mashin груженный. Yuki bor. Bundaqa orqalarini qaraymiz. Yana mashinni tentlarni yirtmaganmi? Ko'proq Fransiyalarda tentni yirtib ichini ko'rib olishadi-da. Kerakli narsa bo'lsa, qo'lga oladigan narsa bo'lsa olib ketishadi. Lekin biz har ehtimolga qarshi mana shu orqasini ochib qo'yamiz. Ko'rsin. Mana ichida yuk bor-da endi buni mana yuk bor, teginmaydi bunga. O'g'rilar. Teginmaydi mana yuk ortganman, bog'laganman. Teginmaydi. Ana bu pustoy sherigimizniki pustoy bunga endi kecha biz osh qilganmiz. Hozir choy qilib ichamiz. Mana pustoy bo'lgandan keyin mana qozon o'choqlar turibdi. Mana kecha osh qilib yeganmiz. Mana men suv olib keldim. Hozir choy qo'yib ichaman. Mana pustoy bo'lsa mana shunaqa bitta furani tanlab yig'ilishib o'zbek, tojik, musulmonlar mana o'tiramiz. Hozir choy qo'yib ichaman shuni ichiga. Hozirroq sizlarga ertalabdan ma'lumot-da. Endi mana tentovka deganimiz mana bunaqada, endi xaladelnik emas, mana bunaqa. Mana bunaqa yirtib, ko'rib o'g'rilar olib ketishi mumkin bu narsani. Lekin men orqasini ochib qo'yganman. Endi shunaqa bo'lsa ham, lekin baribir ochib qo'ygan bo'lsangiz ham pichoq bilan kesib ketar ekanda. Nima bizani o'g'ri deb deyapsiz? O'g'ri deb o'ylayapsanmi debda muttahamlar. Shunaqalarni ham eshitganman. Endi tentni yirtganga shunaqa qilib yirtadi ular. Mana tentni yirtganda oy shakliga qarab yirtadi mana. Qaranglar mana. Ana bunday qilib yirtadi-da mana. Mana qo'lga udobni-da bunday qilib ochib ko'rishga. Ko'rdinglarmi? Keyin buni kilaylab qo'yamiz. Hozirroq ma'lumot, o'g'ri bor, o'g'ri hamma joyda bor. Insofini o'ziga bersin. Endi men ham o'zimizga yaqinroq joyga, Litovsk nomerlarni yoniga, italyanslar, Germaniya, Fransiyani mashinalarini oldiga qo'yaman. Ko'proq Litva, Latviyani mashinalarini oldiga qo'yamiz. Endi ular o'zimizga o'xshagan ishchilar-da, ulardan o'g'irlik chiqmaydi, o'g'irlamaydi. Ko'proq ruminlar o'g'irlaydi. Rey bo'lsa tamom o'shani oldiga qo'yamiz biz, iloji boricha mashinani. Ularda ham endi viloyatiga qarab ekan. Yaxshilari ham bor ekan ularda. Xullas, shunaqa ma'lumotlar mana ertalab pagodaga gap yo'q. Ana shu qishchalarga o'xshab rizqlarimizni terib yuribmizda mana. Shunaqa gaplar. Ana shu gullar sizlarga do'stlar.